Ayni vaqtda Guliston shahrida joylashgan tadbirkorlar va hunarmandlar markazida Buxoro Innovatsiyalar universiteti Guliston shahar filiali tomonidan yuqori maoshli ish, xalqaro tajriba va sayohat qilish imkoniyati forumida ishtirok etyapmiz va ushbu forumda dastlabki jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin. Mana ayni damda orqamda universitetimiz yoshlari tomonidan jonli orkestr qo'shiqlar hamda jonli yo'laklar tashkil qilingan. Ichkarida esa universitet talabalari tomonidan tashkil etilgan va ixtiro qilingan ko'rgazmalar mavjud. Ayni damda Buxoro Innovatsiyalar universiteti tomonidan o'tkazilayotgan bu forumda talabalar o'zlarining bir necha ko'rgazmalari bilan ishtirok etishmoqda. Ayni damda bu forumda 7 tadan ortiq spikerlar ishtirok etmoqda va talabalar uchun o'z maslahatlarini berishmoqda. Buxoro Innovatsiyalar universiteti uchun bugun juda ham bir quvonarli, navbatdagi quvonarli kunimiz. Bizning talabalarimiz, jamoamiz, shaxsan men uchun bu juda ham bir tarixiy ahamiyatga ega kun desam ham bo'ladi. Chunki bugun Amerikaning, Germaniyani, Yaponiyani juda yirik kompaniyalari, mana logistika kompaniyalari, boshqa mana talabalarimiz har qaysini mutaxassisligiga mos bo'lgan katta-katta kompaniyalar Buxoro Innovatsiyalar universitetini poligon sifatida tanlab oldi va bundan bu yog'iga biz bularni o'zini mutaxassisligiga tayyorlashimiz bilan birgalikda bu kompaniyalar o'zlariga bizni talabalarimizni orasidan iqtidorlilarini, shu ishga layoqati borlarini, til biladiganlarini o'zlarini kompaniyalariga yuqori oylik bilan onlayn ishlaydigan bir kadrlar qilib tanlab olyapti. Biz bular bilan memorandum imzoladik va shunday tizimni yo'lga qo'ydik. Har 4 oyda biz talabalarimiz orasidan tanlov qilib boramiz va har yili talabalarimiz orasidan 100 ta, 200 ta talabamizni mana shu xalqaro bozorda 10 milliondan boshlab oylik oladigan kadrlar qilib yetishtirib berishga bular bilan shartnoma imzoladik va shu kompaniyalarning boshliqlari hozir kelgan. Talabalarimizda bu juda ham katta qiziqish uyg'otyapti. Hozir talabalarimizni o'zlarini ishtiyoqini ko'ryapsiz. Zalimiz to'la. 800 dan ortiq talabani shu bugun jalb qilganmiz. Hozirgacha mana Buxoro Innovatsiyalar universitetini Sirdaryoda faoliyatini olib borayotganiga hali 1 yil bo'lgan yo'q, lekin shu kungacha 150 dan ortiq talabamiz hozir til sertifikatlarini oldi. Kompyuter savodxonligi bo'yicha, IT bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha hozir bizlar bularni o'sha xalqaro sertifikatlar olishga tayyorlayapmiz. Sun'iy intellekt laboratoriyasi ochdik. Shu laboratoriyamizda hozir talabalarni demak tayyorlayapmiz. 500 dan ortiq notebooklar olib keldik o'zimiz. Ana shu xalqaro bozorga tayyorlanadigan talabalarimizga biz buni programmalarini o'rnatib bepul beramiz va talabalarimizni demak mana shu xalqaro bozorga tayyorlab boshlaymiz. Mana forumimiz ham boshlanmoqda. Bizga 7 dan ortiq spikerlar tashrif buyurgan. Ular o'zlari haqida ma'lumotlar berishdi va biz o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Bizni Buxoro Innovatsiyalar universitetimizdagi talabalarning ko'rgazmalaridan ular bahramand bo'lishdi. Bunday forumlarda o'zi tashkil qilinganidan avvalambor shu direktorimizga katta minnatdor bildiramiz. Albatta, boyagi Yaponiyadan kelgan mehmonlarimiz aytgan takliflar va ular aytgan stipendiya va Yaponiyada ishlash hamda o'sha yerda yashash sharoitlari haqida eshitganimizdan nihoyatda xursandmiz va menimcha o'ylayman bu yoshlarga va o'zi bizdek talabalarga, Buxoro Innovatsion universitet talabalariga eng zo'r imkoniyatlardan biri bo'lib qoladi deb o'ylayman. Forumdan juda ham fikrlarim ijobiy, ayniqsa yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Logistika sohasi bo'yicha men o'zim uchun juda ham ijobiy fikrlar oldim. Logistika sohasi hozirgi kunda rivojlanayotgan sohalardan biri. Men bu forumdan o'zim uchun juda katta maqsadlar qo'ydim oldimga.
Forum yakuniga vaqt yaqinlashmoqda. Buxoro Innovatsiyalar universiteti ushbu tadbirni tashkil etib, o'zbek tilida amaliy ahamiyatini namoyish etib, ajoyib tadbir olib borganiga ishonamiz. Umid qilamizki, siz o'zingiz uchun kerakli g'oyalar va yangi bilimlarni topdingiz. Aziz tomoshabinlar, bugun sizlar bilan Sirdaryo Live orqali bo'lgan yangilik va xabarlarimizni o'z yakuniga yetkazamiz. Umid qilamizki, bu forumda Sirdaryo viloyatida o'z rivojlanishi uchun katta hissa qo'shadigan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting.